Onalar yozyapti. 4 yosh bolam bor, men uraman. Kichkinaligida urmasa keyin bosh egmaydi. 4 yoshli o'g'lim bor, urib katta qilyapman degan. Alloh seni isloh qilsin dedim. Seni tavbangga tayantirsin dedim. 4 yoshli bolani ham urib bo'ladimi hech zamonda? Ki mana shuncha yozgan, qisqa joyini aytayapman. Chunki otasi menga xiyonat qilyapti. Voy, bolada nima ayb? Otasi nima bo'lib o'lib ketmaydimi? Bolada nima ayb? 9 oy ko'tarib tuqqan bolangda qanday urasan? Videoni tarqaganda agar eslasangiz, Ha? otasi qayerdadir chet elda, otasiga Ko'rsatib mana uryapti. seni bolangni turib rosa Endi shu onani oyog'i ostida deysizmi jannat? Shu ona munosib deysizmi? Bular o'g'il bolalarni mana ko'p aytamiz. Ona madrasani bitta mana joyini aytib qo'yay. Hurmatli onalar, agar bolangizni shu urib katta qilsangiz, so'kib katta qilsangiz, qarg'ab katta qilsangiz, siz bitta o'zingizga emas, kelajakda bitta oq padarda, ota-onaga oq bo'ladiganni, o'zingiz oq qilib yuboradigan bolani tarbiyalaysiz. Ikkinchisi, bitta ayolni sho'ri bo'ladi u. Bir umr bir ayolning azobini beradi. Onasidan ko'p kalta kelgan bolalar katta bo'lib xotinni urganlar juda ko'p bo'lgan. Yoki otasini, onasini urayotganini ko'rib katta bo'lganlar. Yoki onasini, otasini sensenlab haqorat qilayotganini, umuman urush janjalli oilalarda, sokin bo'lmagan oilalarda farzandlar, qiz ham, yigit ham katta bo'lgandan keyin uylanish va erga tegishdan qo'rqadi.